Afg'onistonda iqtisodiy muammolar bois she'rlarni chop qila olmagan shoir nima qilsin? Taxollik shoir Muhammad Nasim Hofiz o'z ijodi bilan birga noroziligi va nochorligini namoyish qilishga jazm qildi. O'zbek, dari, pashto va arabiy tilida qo'lda bitilgan she'rlari tushirilgan sahifalarni qishlog'i ko'chalariga namoyishga qo'yib, e'tiborni tortishga uringan. Meni badam qabog'im kelmadi yo'liga ko'zim chor, yoki mendan xafadir yoki uni qo'ymadi makor. Yuragim balkavuru bar zamon xolaydi dildorim. Bu varaqlariki tanho bir kitobimni nima qilganman. Anus bu kitoblariki qo'limga bulardiga bu nima qilgan emas. Bu taqriban 400 varaqdan ko'p bunisini o'zi qo'limniki. Varaqlar ana shu e'tirozim ham shu dardim uchun, e'tirozim ham shu millatim uchun, zabonim uchun e'tiroz qilaman. Shoirlar borki, zahmat tortadi, bir umrga bir kitob chop qiladi yo ikki kitob chop qiladi. Chun ularda iqtisodi shaxsisi yaxshi, shinoxti uka himoyagari arsay farhangisi mantiqasidan bor, arqasiga to'xtab turgan, misli bir katta arqasiga az qabili iqtisodi u degan qabili ta'rif ularda ronimolik qiladi, ma'rifi qiladi, joy nimasiga etkiradi. Va bizlarda himoyagarimiz yo'q, iqtisodi moli yo'q. Mana shu go'shaga to'xtab turdik. Guftim, aytimki 11 yil kitobki taqriban 100 varaqa navshta qilganman. Na itlot farhangdan menga kasi kelib so'ragan bo'lsa, nima qilding, nima qilmading, va na kasi himoya qilibdiki, bu mana bu kilpanol bu falon yerga bor, arizangni yo nimaydi yetkir degan bu gaplar menga belingan emas. Xosim homiyoy farhangidan buki shu arsay o'zbakiga yo tojikiga yo forsiga yo pashto yo arabiy kishi tahrir qilganman. Shu 11 kitobda arasidan haddaqal 2 kitobimni zaboni forsisini yo o'zbekisini birtasini bir namuna yoz she'rlarda arasidan intihob qilsa, navshta qilsa bir asar ham bu zahmatki bizlar bu farhangga torkanmiz, zabonni boqganmiz, bu varaqlarga tillarda yozganmiz, bu varaqlarga o'zbaki va tojiki va shu farhangi milliy Afg'oniston yarsaki bo'lsa bularga yozganmiz. Bizdan bir osor va oyinda nasli ba'diga qolmoq uchun shularni istayman kattalardan. O'zbaki she'rlardan bir tasini olib o'qiy, do'stlarga bahor fasliga suzilgan. Ko'klim fasli ko'rolmadim, bir gulidan terolmadim, yor qo'liga berolmadim, qaydo qilay xazon bo'ldi. 20 yil bo'ladi she'r yozaman. She'ri o'zbaki, farsi, pashto, arabiy o'sha kitoblariki oldimga bor, navshta qilganman. Taqriban 8 yil navshta qilganim falan oldimga bor va daxili telefondagi meni o'zim omorini olganman. Agar 100 varaqa jo'llasam 11 kitob bo'ladi. 11 yil kitob bo'ladi. 20 yildan baqa shu she'rlarni yozaman va navshta qilganman. Ba'daziki sinfi 6ga borganga savod paydo qildim. Savodi tahririm navshtam barobar bo'ldi. Sinfi 7-8 shu davralarga aloqamand shu she'r shoirlik bildim, kitoblarni urdim, shoirlarning nomini kitoblarga zinda ko'rdim. O'shundan aloqa qildim, shu she'r yozganni shuru qildim. Oysa o'zbakidan farsiga bordim, farsidan pashtoga va ba'zi bir zara vaqt distrasilik paydo qildim. Pashto she'rlarida ham zaboni pashtoni yod oldim. Pashto she'rlarida ham dinbol qildim, adabiyotisidan tahrir qildim. Ba'zina baxshi badiiy va bayon bu gaplarni sinfay baloga o'qidim, davrai Darul Ulum Bellaga. Ba'zi arabiy she'rlarda bulardan ilmiy arabiy hosil qilib, shularni arabiyga tanzim berdim she'rlarni. Go'yo ham she'roy vasfi payg'ambarga, Qur'onga arabiy she'rlardan ham istifoda qildim. Ko'p she'rlar o'zbaki kitob navshta qilganman. Taqriban shoyatki shu 11 kitobdan ichiga taqriban 4 yili shuni o'zbaki kitoblar edi. She'rlarini yotarin bana shakli chorbaytidagi g'azaldak navshta qilaman va saplayki dilimga ohanga o'ltirsa, saplayki shikasta raqam bo'lsa u saplarni o'zbakiga navshta qilaman va boz o'zim zamzama qilaman xasta bo'lgan zamonimga. Meni dardimni sen bilsang, ko'yib bo'lgan azizingman. Meni bandi jigarimsan, seni eslab o'laman yor.
meni bandi jigarimsan, seni eslab bo'laman yor. Bu haftagi bilim dasturida Amir Temur nabirasi Ulug'bek haqida o'zbekistonlik yozuvchi Xurshid Davron ma'lumot beradi. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'ling.